Doktor, menda zamburug' bo'lganmi nima? O'shanga bitta telefondan lecheniya yozib bering. Xo'sh, hozir sizga bitta shamcha aytaman. Zamburug'dan butunlay forig' bo'lasiz. Qanaqa shamcha deysizmi? Hurmatli ayollar, qaysi kasallikka qanaqa shamcha aytishni bilishdan oldin doktor albatta bemorga diagnoz qo'yish kerak. Bemorga diagnoz qo'yish uchun esa bemor doktor ko'rigida bo'lib analiz topshirishi lozim. Ko'rikka kelmay turib, analiz topshirmay turib davo olishni xohlovchilar katta xato qilasizlar. Hatto ba'zi telefon orqali bemorlar shunday savol berishganda, biz ko'rikka kelishingiz kerak, ko'rinishingiz kerak deganda ayrim bemorlar bizdan xafa bo'lib qolishadi. Lekin o'z ishini yaxshi biluvchi va professional akusher-ginekolog bemorda telefonga diagnoz qo'yib, davo choralari hech qachon qo'llamaydi. Buni esingizdan chiqarmang. Shunday qilib, bemor uyda o'tirib o'ziga diagnoz qo'ya olmaydi va diagnoz bo'lmasdan turib akusher-ginekolog ham shamcha buyurishni tavsiya qilishi mumkin emas. Shundan bilingki, uyda o'tirgan ayolga hech qanaqangi shamcha yordam bermaydi. Faqatgina ginekologga kelib, diagnoz qo'yilib, surtma topshirilgandan keyingina yozib berilgan shamcha bemorga yordam beradi. Ushbu tavsiyani dugonalaringizga ham aytib qo'ying.